Hammaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bu 4-qism bo'ladi, ya'ni ko'pchilik so'radi parrandachilik haqida. Parranda boqib qancha daromad qilsa bo'ladi O'zbekiston sharoiti. Bu videomiz aynan shu haqida bo'ladi. Videoga обязательно like, chunki nimaga har videoga like so'rayapsan deganlarga bu video masalan 10 ta odam kirib ko'rdi, 5 tasi like bosmaydi bilaman. 5 tasidan bosgan taqdirda ham yana 20 ta odamga bu video Moskva oblast va Sankt-Peterburgga hamyurtlarimizga 10 yillik ish stajga ega ishonchli dokument xizmatini taklif etamiz. Registratsiya, turdovoy dogovor, spravkalar va boshqa dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Muhim eslatma, hozirda Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiyangiz yo'q bo'lsa, ushbu xizmatdan foydalaning. Ekraningizda telefon nomerlariga telefon qiling yo WhatsApp yoki Telegramdan murojaat qiling. Oldidan chiqadi. Shuning uchun like so'rayman, chunki like bossalaringiz bu videomiz ko'proq odamlarga tarqab ketadi. YouTube auditoriyasi shunday. Shuning uchun aziz yurtdoshlar, обязательно like so'rayman, poddeska uchun emas. Videomiz ko'p odamga tarqalsa men xursand bo'laman. Aziz yurtdoshlar, kanalimizga yangi bo'lganlar bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki har kuni qiziq videolar bo'lib boryapti aziz yurtdoshlar. Shuning uchun обязательно like bossam, videoni oxirigacha ko'ramiz. Birinchi o'rinda bizga nima kerak? Parrandaxona uchun parranda katak kerak. 10 million so'mga eng zo'rini yasab berishyapti. Ya'ni bu tarafdan bu tarafga ko'chirib qo'yadiganini yasab berishyapti. Bitta olasi shunaqa katakchani unga 250 ta tovuq sig'yapti. Ya'ni tovuq, masalan, tovuq parranda sig'yapti. Hozir kunda tuxumga talab yuqori, chunki bitta tuxum 1500 so'm bo'lyapti. Opti 1000 so'm bo'lyapti. Kuniga 250 ta tovuqdan 200 ta tuxum olgan taqdiringizda siz ancha daromad qilasiz. Ya'ni 200 ming so'm bir kunda 50 ming so'm rasxodga ketadi. 150 ming so'm sof foyda kuniga. Lekin u ishga unaqa mas'uliyat kerak yo'q. Ishdan kelib 1 soat, 2 soat shu xabarini olib tuxumini olasiz, bo'ldi. Qolgan payti donini hozir idishlashib ketdi zamonaviy, to'ldirib qo'yasiz. U 2 kunga yetadi. 2 kun, 3 kun yotaveradi. Shu bitta yem idishga yemini solasiz, 5-6 ta joyga qo'yib qo'yasiz. Yemini o'zi yeydi, o'zi tuxum tug'adi, faqat siz suvini berasiz, tuxumini olasiz. U unaqa ish emas, u tovuq parranda biznesi. Ko'p odam qiyin deydi, yo'q. Unaqa. Lekin eng glavniy ahamiyati har 5 kun, uzoq 5 kun, eng kam 3 kundan tagini tozalab turish kerak. Sifatli qilib devorlarni, boshqa yerini tozalab tursa, yaxshi tuxum beradi, yaxshi ozuqa beradi. Tuxum biznesdan oyiga 5 million topsa bo'ladi. Men oddiysini aytyapman. Masalan, 500 ta boqadiganlar bor, inkubatorni ko'paytiradiganlar bor. Tavsiyam shu 250-300 tovuq boqib oyiga 5 million normalniy topib qo'ysa bo'ladi. Undan tashqari go'shi bor, jujasi bor. Xullas shunaqa. Aziz yurtdoshlar, videomiz yoqqan bo'lsa bilaman, обязательно like bosing. Chunki like bizga motivatsiya bo'ladi aziz yurtdoshlar. Videoni uzoq tarqalishiga yordam bergan bo'lasizlar. Обязательно kanalimizga obuna bo'linglar. Kim obuna bo'lmagan bo'lsa, videoni parrandachilarga tarqatib qo'yamiz.